bolajonlar. Mana bugun 1-4 sinflar ichidan eng qiziqqan hunarmandchilikka qiziqishi bor o'quvchilarni men bu yerga to'pladim. Bizning bugungi mahorat darsimiz hunarmandchilikning qo'lda gilam to'qish yo'nalishi bo'yicha men sizlar bilan suhbatlashaman. Sizlarga ozgina tushuncha beraman. Demak, qo'lda gilam to'qish hammamizda uyimizda gilamlarimiz bor. Mehmonxonalarimizda to'shab qo'yilgan. Juda qadim zamondan gilamlarni insonlar, demak, momolarimiz, enalarimiz kashf qilib, ularni to'qib, uylarni yasatish bilan iplarni yigirib, ularni to'qishni momolarimiz juda ham ustalik bilan o'ylab topishgan va u yillar o'tishi bilan takomillashib, juda chiroyli sayqallanib, go'zallashib, san'at darajasigacha yetib kelgan. Qo'lda gilam to'qish hunarmandchilikning bitta yo'nalishi bo'ladigan bo'lsa, mana shu hozir qo'lda to'qiladigan gilamlarimiz hozir unchalik ko'p sotib olinmayapti, to'qimayapti hech kim. Nimagaki texnologiya juda ham hozir kuchayib ketgan, chiroyli ipak gilamlarimiz, pat gilamlarimiz tayyor mahsulotlar, demak, fabrika zavodlarda ishlab chiqarilyapti. Qo'l mehnatiga biroz nima deydi? Ehtiyoj kamaygandek, lekin har doim insonning qo'li bilan yaratilgan buyumlar qadrli bo'ladi. Shuning uchun bu buyumlarni yo'qotib qo'ymasdan kelajak avlodga uzatish uchun mana shu mahorat darslarini o'tyapman men sizlarga. Shu gilam to'qish bilan ozgina sizlar qiziqib qolsalaring, mening yutug'im mana shu bo'ladi. Endi bular bizning nomoddiy madaniy merosimiz hisoblanadi. Bu nima degani? Qani moddiy narsa nima degani? Kim biladi? Moddiyat deganda nimani tushunasizlar? Masalan, mana bu uskunamizning nomi urchuq. Bunda ip yigiriladi. Bu urchuq demak momolarimizdan qolgan. Buning mana bu toshdan bo'lgan urchuq boshi yoki yog'ochdan bo'lgan urchug'i bu bor narsa. Biz buni ushlab turibmiz. Bizga bu onalarimizdan qolgan. Bu moddiy narsa. Demak, moddiyat degani bu borliq degani ekan. Bu moddiy meros hisoblanadi. Meros degani ota-onalardan farzandlariga nimadir qolsa yoki ajdodlardan avlodlarga nimadir qolsa, bu meros hisoblanadi, to'g'rimi? Yoki mana bu Samarqand, Buxoro, diqqatga sazovor inshootlar, binolar, bular bizga moddiy meros hisoblanadi. Chunki ularni biz ushlay olamiz, ko'ra olamiz. Endi shunday tushunchalar borki, ularni qo'l bilan ushlab bo'lmaydi. Ular og'izdan og'izga, onalardan qizlarga, qizlardan nevaralarga mana shunday davom etib keladi. Bu nomoddiy madaniy meros deyiladi. Agar uylaringda mana shunga o'xshagan gilamlar bormi? Ko'pchiligingizda onangiz, ota-ona, enalaringiz to'qigan buni. Yoki mana bunday xurjinlar, bo'g'jamalar bormi uylaringizda? Ko'pchiligingizda bor. Lekin ko'pchilikda hozir yo'qolib boryapti. Xuddi shu tushunchalar yo'qolib ketmasligi uchun mening maqsadim sizlarga shuni tushuntirish va ozgina bo'lsa ham qiziqish uyg'otish. Qo'lda gilam to'qishda dastavval ishni, iplarni tayyorlashdan boshlaymiz. Iplarimiz paxta bo'lishi mumkin yoki jun, qo'ydi juni bo'lishi mumkin. Mana masalan, mana bu paxta ipimiz. Buni urchuq yordamida biz ipini tayyorlaymiz. Qarang, qanday qilib ip paxtada, mana paxtaya ip holiga keladi. Mana bunday qilib paxtani cho'zib, urchuqni yigirib biz ip tayyorlaymiz. Mana qarang, ip hosil bo'lyapti. Buni o'tgan zamonlarda onalarimiz, enalarimiz o'ylab topgan. Qarang, mana shunday qilib ip holatiga keltirib, gilam to'qish uchun iplarni tayyorlab olishgan. Qarang,
ip hosil bo'lyaptimi? Yaxshi. Mana shu tariqa paxtadan yoki jundan iplar urchuq. Buning nomi nima ekan? Urchuqlar yordamida yigirilib, keyin ular mana bunday kalava holga keltiriladi. Kalava holga keltirilgandan keyin ular qozonga solib, bo'yoqlar yordamida har xil rangga bo'yaladi. Mana qarang, har xil rangda iplarni bo'yab olganman. Bular hammasi paxta. Mana qarang, turli tuman rangda. Va bularni keyin iplarimizni uzaytirib olib, biz sholcha yoki julbaroq to'qishni boshlaymiz. Endi sholcha julbaroqlar uyga to'shama sifatida foydalanishdan tashqari boshqa mahsulotlar ham yasash mumkin ekan. Mana masalan, kichkinagina jajji gilamchalardan poyandozlar yoki mana ekologik toza bo'lgan, bo'yalmagan ota-onalarimiz namoz o'qishadi-ya. Buning nomi nima? Namoz. Juda yaxshi. Bular ham demak qo'lda to'qilgan buyumlar. Yoki mana bunday telefon uchun g'iloflar, sumkachalar to'qish mumkin. Bular sholchalardan ortib qolgan asirga gilamchalardan tayyorlangan. Mana bunisi ham jundan tayyorlangan. Mana bu jun. Mana bular mana shunday sumkalardan ilgari tuzlarni solib qo'yishda ishlatilgan. Tuz yoki gugurtlarni yoki oyna, igna, iplarni solib bolalar tegmasligi uchun yuqoriga ilib qo'yishgan. Yoki mana bu xurjun deb ataladi. Buni to'ybollar to'yga mindiradi-ku to'yida, to'g'rimi? Ana shunda ichiga shirinliklar solib, hamma o'rtoqlariga tarqatiladi. Endi bolalar mana shu hunarmandchilikni egallagan inson hech qachon xor zor bo'lmaydi. Hunarmandchilik insonni har doim ulug'lab keladi. Agarda kimdakim qiziqib qolgan bo'lsa, mana shunday gilam to'qishga, iplarni tayyorlashga kimdakim qiziqib qolsa, men shogirdlikka olaman sizlarni. Hozirda 5 nafar shogirdim bor. 8-sinflarda bor, 10-sinflarda bor. Men sizlarga kichkinaliklaringda shu tushunchani singdirib boraman. Bundan keyingi mahorat darslarimda ham har doim o'rgatib boraman. Yangi mavzular o'ylab topaman sizlar uchun. Har doim bir xil bo'lmaydi darsimiz. Har safar nimanidir sizlarga o'rgatib, bilimlaringni boyitib boraman. Shuning uchun agarda kim qiziqsa, uyimizga borib, ustaxonam bor, gilam to'qishlarni ko'ringlar, o'rganinglar, kelajakda bo'sh paytlaringda sizlar ham to'qishga harakat qilasizlar. Tushunarlimi? Ana endi hunarmandchilikni orqasidan hozir yurtimizda juda ko'p qarorlar qabul qilinyapti. Festivallar, turli xalqaro ko'rgazmalar, mana shu ko'rgazmalarda hunarmandlar o'zlarining mahsulotlari bilan qatnashadi. Bu ko'rgazmalarda xalqaro bo'lgandan keyin hamma davlatlardan keladi. 200 talab davlatlarning turli xil millat vakillari, turli xil hunarmandlar tashrif buyurib, ana shu mahsulotlarni ko'radi. Bizning o'zbek milliy hunarmandchiligimizning namunalari har doim ularni loyiha olib kelgan. Juda ham qiziqish bilan ko'rishadi, sotib olishadi, yurtlariga olib ketib, muzeylarda saqlashadi. Nimagaki bizning o'zbek milliy hunarmandchiligimiz juda ham boy, serqirra, rang-barang, yorqin ranglarda ishlangan. Yillar davomida bular takomillashib, sayqallanib kelingan. Masalan, qanaqa hunarmandchilik yana yo'nalishlarini bilasizlar? Mana men hozir gilam to'qish haqida aytdim-a? Yana qanday? Qani? Kiyim. Tikuvchilik, milliy liboslar yaratish, qani? Ro'mollar. Ro'mol to'qish, yana? Yaxshi. Demak, yog'och o'ymakorligi degani bor. Qanisi? Temirchilik. Temirchilik juda yaxshi. Qani? Juda yaxshi. Tilla, qimmatbaho kumush,
metallardan zargarlik buyumlari yasash, bu ham hunarmandchilikka kiradi. Mana yaqinda Buxoroda zardozlik va zargarlik festivali 13-xalqaro festivali bo'lib o'tadi. Men ana shu festivalda qatnashib kelaman va sizlarga keyin tushuncha taassurotlarimni aytib beraman. Xo'p, siz nima demoqchisiz? Juda yaxshi. To'quvchilikga kiyimlarni to'qish, kurchuk yoki spitsa bilan. Bularning hammasi hunar. Qarang, oddiy mana shu asbob uskunalarni yaratish ham hunarmandchilikka kiradi. Qarang, mana bu yana bitta urchug'imiz. Qarang, buni ham hunarmandlar qo'li bilan yasagan, yog'ochdan. Yoki mana bu asbobimizning nomi qilich deyiladi. Qilich bilan iplar mustahkamlab uriladi. Yoki mana bu taxtamiz adarg'i deyiladi. Bu kuzuvimizning orqasida turib, pastdagi iplarni tepaga olib chiqish bilan bizga yordam beradi. Mana shularni ham hunarmandlar yasagan. Qarang, bunday atrofga qarasak, bizning ko'zimizga nimadir ko'rinsa, hammasi insonning tafakkuri bilan yaratilgan. Insonning demak ijodi, g'oyalari bilan yaratilgan va texnologik ishlov berilib, mana shunday yetib bu ashyolarga olib kelingan. Hammasi insonning hunarmandchiligi bilan o'ylab topilgan, to'g'rimi? Yana qanday savollaring bor? Ha? Masalan, kitoblar, gullar, sun'iy gullar. Juda yaxshi. Sun'iy gul yasash yo'nalishi ham bor. Sovundan, qog'ozdan, har xil material ashyolardan gullar yasash ham hunarmandchilikning yo'nalishiga kiradi. Rasm chizish. Juda yaxshi. Rassomchilik. Demak, tushunarli bo'ldimi? Ha. Yaxshi. Suhbatimiz yaxshi yoqdimi sizlarga? Demak, har doim sizlar bilan o'tamiz endi, bundan keyin. Hammalaring e'tiborlaring uchun rahmat.